her anlaşınızın kıymeti var. Turmuş dünyani öz yo'liga soladi. Turmuşda odamning beshiga turli fitna qismatlar keladi. Turmush qismatlarni o'z yo'liga soladi. Turmush siz g'ishib aytadigan naqshiga o'xshaydi. Siz uning tekstini unutib qolsangizmi, kulimsirgan holda naqshingizni aytavering. Naqshingiz turmush melodiyasiga singib ketsin. Endi anglaydiganinglar turmush programmasi. Assalamu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Turmush programmamizning yangi sonini yoqtirib anglashingizni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Munira Abibullah. Hammaga ma'lum bizning aramizda nurg'un olimlar, atoqli shaxslar chiqqan. Ularning ko'pinchilari qiyinchiliklarga bardoshlik berib, hatto davlat o'qib o'qib, bizning shu xalqimiz uchun nurg'un yaxshilarni qilgan to'k bilan ko'rsatgan. Biz chet eldagi nurg'un universitetlar haqida olgan, bunun ichida eng doniq universitetning yangi Amerikadagi Harvard universitetini bilmaydigan odamlar bo'lmasi kerak. Oldi bilan bizning programmamizga qatnashgan Abdukim muallimni Harvard universiteti haqida ozroq tushuncha berishga qilamiz. Abdukim muallim, xo'sh. Shu Harvard universiteti haqida o'zingizning o'ylaganlaringizni ozroq so'zlab berasiz? Harvard universiteti 1636-yili qurilgan maktab. Şu vaqtlar davlatimizdan ahvoli surishtirsak, Jungoda Chibi sulolasi qurilgan mezgil. 1636-yili shu Angliyaniki g'amisi yoki mustamlikasi vaqtidagi Amerikada Harvard universiteti qurilgan. Keyin 1700-yillarga borganda Harvard universiteti rasmiy universal ijtimoiy fan, tabiiy fan, sanoat fanlari qator fanlar umumlashgan bir rasmiy universitetga o'zgargan. Hozir endi Harvard universiteti kasblari intayin to'liq dunyodagi barliq universitetlarda hamma kasb mujassamlashgan bir madaniyat bo'yishiga, dunyo fan texnik tadqiqoti nurg'un isl katta olimlar chiqqan shunday bir katta ilm fan o'sira. Bu maktabda hozirga qadar shu 300 necha yillik tarixiy taraqqiyot jarayonida maktabning kasb qurilmalari kengayib, o'qitish aslida mukammallashib, o'qitish sifati barmoz yuqori ko'tarilib, nurg'un dunyoviy olimlarni tarbiyalab, 40 nafar dunyodagi Nobel mukofot erishuvchi olim yetishib chiqqan. Amerikaning hozir qadar shu zo'ntonlarida 8 nafar zo'nton Harvard universiteti bitgan. Demak, Harvard universiteti shu tabiiy fan, sanoat, ijtimoiy fanlarda, boshqarish, qonun fanlarida, meditsina fanlarida dunyoda oldin o'rin turgan shunday bir katta universitet. Bu universitetda hozir qadar bizniki Jungodan nurg'un ilm ahlari o'qidi. Bizning Shinjongdan Uyg'urlar ichidami hozir qadar 4 odam bu maktabga. Buning ichida maxsus to'liq kursga kirgan o'quvchi faqat qadar bir. U bo'lsa bizning faxrlik ilmimiz Qudratjon bo'ladi. Bizning ilmimiz Qudratjon mana shu maktabda. Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Turmush programmasining didorga ne'matlarni qilib, sizlardan yana suhbat bilan to'liq xursandman. Men program riyosatchisi Munira Abibullah. Tungi programmamizda shu otangiz Qudrat, sizning bolalik aslimlaringiz ham sizning shu chet elga chiqish jarayonidagi topgan jafolaringiz haqida so'zlab berganti. Bu jarayondagi tafsiliy ahvollarni yana sizning og'zingizdan anglaylik deb bugun sizning mikrofon oldiga taklif qildik. Shinjong universiteti o'qitish boshqarmasining boshlig'i Abdukim Hasan o'gan muallimmi bugun biz bilan suhbat bo'lmoqchi. Undaqda vaqtni tutib suhbatimizni boshlab ketamiz. Xo'sh. Qudrat, garchi siz oliy maktab imtihonida yuqori natija olgan bo'lsangiz-mu, arzu to'ldirishdagi savollik tufaylidan o'zingiz arzu qilgan oliy maktab kiramay qoldi ekansiz. Shu chog'da qanday hissiyat bo'lgandingiz? 2001-yilgi ishlardi bu. Hammalar bilimiz oliy maktab imtihoni 3 yilda tayyorlab bo'ldi. Bu oxir bir markazda masalan 1 yil qadar biz kun sanab o'tamiz hamda tayyorlab yurib, oxirdan ondan keyin bu universitetiga yezib, nomlarim sal qimlab qoldi, o'tamay qoldim.
Shuni bilan burun tortib qattiq o'zimga bir ishonch bilan o'qib kelayotgan bir odam shu ishonchim tuyg'usi yo'qotib qo'ydimda. Undan boshqani bilsam-da, amalan bilimiz ota-onalar ham 12 yil bir bolani o'qitib, mana bir vaqtda bir sal-badiqdek bir ish bo'lsa deb o'ylaydi-ku. Shunami? Yani shu vaqtlar bir xil o'zim qarab baxsam men o'g'anda qolgan tanishim mesela o'qish vujudini shuni elib degandek aslida bir ishlar bo'lib ham ota-onasini qo'shilib shu bolalarni qo'shilib bo'lgan vaqtda qarab baxsam men ota-onam bilan bir xil razıqlanmagandek aslida bir hissiyat bo'lib qoldi bu yerda. Shuni degandek o'zim shu qilib ham qattiq bir cho'ng bilsin bo'ldi endi. Uning ustiga shu vaqtning o'zida bizning oiladan bir taraf-tarafdan har xil bir ishlar bo'lgan bir vaqtlarda xudolar hamma ishlar bo'lgan bir mumkin mazgilda yana bu ishni o'qish qilmagandan keyin tag'in bir cho'ng bilsin bo'lib ketganda shu chaqti plandan demaklikini olgan dedim. Mening ham planimmish bir agar mumkin bo'lsa qo'llab qo'ysanglar chet eldagi dunyodagi eng oldingi turgan bir qism universitetlar bor. Shuni iltimos qilib baxsam, tirishib baxsam, Harvard maktabda o'qiydigan misol orzuyim bor. Qarab baxsam bu qilib bo'ldigan bir ishdak turdi bu. Tirishib baxsam, tafsilan shu orzuyimni qo'ydim. Shu chog'da siz to'liq 3-yillikda qayta o'qishni faqat o'ylashmagan edingiz. O'ylashmagan masala bo'lmaydi. O'ylashqanman lekin burun tortib bir xillik darslar o'qiydigan unda bir xillik hamda bizning chaqchaqlarga shu darsda qo'yamiz hamda. Kitob qoldi. Degan bir unda bir xillik bolalar emasdim tuyandi men. Darsni o'qiydim, yana boshqa masala xil faoliyatlardan bulutdim. Unda bo'lgandan keyin shu vaqtlarda biz o'zimiz anglaydik va chet ellik universitetlar masalan bu darslar nomerlarni qaramaydi ekan bizning mayagidek. Qolgan narsalarga qaraydi ekan. Unda bo'lgandan keyin o'ylaydim, o'zimning ingliz asosim yo'nalmasdi. Anda bo'lgandan keyin o'zim o'yladim, nega tirish baxsam, yana masalan bu yil bir yil imtihon berib, endi u ishlar qanday bo'ladi degan masalan. Kelayotgan xil masalan o'zgargan ishlar bo'ladi. Kelayotgan qo'yib qolsam, deb o'zim jiqshatildan balkim taxallus hozirgidekmi yaxshi bermasligim mumkin da, unda ehtimalim bor unda. Shuni o'ylab men keyin uydagilarga mumkin bo'lsa turishsam, qarab baxsam, shu inglizni o'rgansam, shu pasport, vizam yo'llanmasam bir mansam, qolganmisini qilib baxsam shu masalan chetalik universitet asosiyatdan shu nimani yuqori olsa qobiliyatli bo'lsa oldigan ashab ehtimol bo'lgan ekan tirish baqqan bo'lsa deb o'yligida shuni yo'l berib turib oldim. Bu ham 2011 yil 8-25-yillar. Onam bilan bir kun paralashgan. Ondan keyin shu bir kun paralashib oxiri o'yliklarim shuni qayli bo'lib buludni nazorat bilan agar o'qiyman degan ish bo'lib qolsa bo'ti biz qo'llaylar. Uning ustiga ham bir ish shu vaqtda oila iqtisodiyotni tushunamda biroz nachar vaqt edi shu. Mesela ticaretler kullanılan buna bir ayrı bazen vaqtda shu iqtisod ahvol yaxshi bo'ldi ekan, bazen jon nachar bo'ldi ekan deganda. Dal shu vaqtlarda sal bir aslında iqtisodiyot nachar bo'lgan bir aslında bir vaqtlar yetdi. Lekin shu vaqtni o'zida men uydagilar onamni qo'yib bolalarga o'qiydi olishgan bo'lsa, biz qo'llaylar. Shu o'yin setib bo'lsin qo'llaymiz xotirjam bo'ldi. O'qiydi olishgan. Shunda bir gapni qilamiz. Shu bir yig'iz gap ham meni qattiq biraliqqa amniyatdan bo'limi o'ydigan o'char iqtisod ahvollari nachar. Amaliyot muomalasi bolam alama bizning ko'chimiz ko'rsatib bir ish yo'q. Lekin ash bir g'iz gap odamni nayt biraliqqa yurakni to'xtatib, undan ma'nozli ekan-ku bir yerga. Ilhom madad bo'lar ekan-ku. Ota-ona degan meni istiqbolim uchun emas, shunda qo'llab qo'yadi. Men nima qilmasam, o'zimni istiqbolim uchun tirishmayman. Demak bir odam shuna bir g'ayrat kelar ekan. Shuni o'ylayman keyin shu 25-yillar paran qilib onamani qachon ma'noda olsinmas qilib ish qilmoqchi edi. Biz anglasak bo'lsa bizning vujud qolgan boldir bo'ladi yoki boshqa bir ashna bir odamlarni anglaydik. Bir burun degan shu voy palan bolasi ishga ketibdi Amerikaga chiqaman deb anglaydik. Keyin bir maziyat o'tgan ekan. Voy palanning bolasi mesela Amerikaga ketibdi. Yevropaga chiqibdi degandek. Shu men shuna bir ishni qilib baxsam deb bolalarcha shu chaqmana bir o'ldimda hamda. O'ylagandan keyin onam meni anglab buldun aslında qıpaqaydan alasam. Debandan keyin qachon mayda olsabdi. Qanchalik bo'lsin yaxshi dedim. Shuningla o'ydiklarim keyin buldun olsa. Debandan keyin bu nas bilganligimiz dedi. Bo'ldi. Shu kun hammadan keyin shu kechda jugar poyezdan chiqib, aşağıda 3-2 kopulun anam men chiqimga saqlagan isini bor. Anam dadam ocham pichaydan shunday kulib turib yo'l soldi. Men shuni olgan 70 soat poyez o'tirib anamdan keyin shu Shanxayga ketgan. Keyin deydigan so'zlab qo'ygan onam degan keyin shu o'zini ketmagan bo'lsin degan shunda bir yig'lab ashadi. Armoq ko'rki chiroyini sizga ko'rsatgan bilan yurganim men yig'lab maqdod demedi. Abdukamolim agar shu vaqt sizning Qudratning ota-onasi bilan yaxshi o'tadigan bir birodari deb o'ylaylik. Shu chog'dagi Qudratning ota-onasi sizning yaningizga kelib, "Mening o'g'lim oliy maktabga o'tolmagandi, lekin uning chet eldagi Harvard universitetidagi davomli maktablarda o'quvchisi borga, bizning oilaning iqtisodiy hozir muyadim muyagicha biz qanday qilsak bo'ladi deb shu ishkilni hissiyatni sizga degan bo'lsa, siz shular qanday maslahat bergan bo'ldingiz shu chog'da?
endi chet elga chiqib o'qish yaqinqi davrlarda bir asosiy yaqin bo'lib qoldi. Hozir endi ma'rif xalqaralashdi, iqtisodni xalqaralashdi, ma'rif ichitildi, ish qurilishmi dunyoviylashdi. Mushuni aytgan chog'da endi Qudrat inimizniki ota-onasiga shu vaqtda Beijing universitetiga o'tolmay, Harvard tashiga ma'nan degan o'yini o'tirib qo'yadi-da, ammo iqtisodga bamar qanday qilamiz desa, albatta Beijing universitetiga iltimos qilib o'tamagan o'quvchi cho'qin o'rta maktab asos bir qadar puxta kishiga belgilik o'ziga ishonch, umid, orzu bilan asosni yaratgan o'quvchi. Ammo imtihon odamning taqdirini belgilagan birdan bir tarozi emas endi. Ba'zan vaqtida shunday yaxshi tayyorlik qilgan taqdirdimi? Yoki undaq subyekt sabablar tufayli bir necha umr undaq bo'lib qoladi endi. Ammo yana azroqni kuchlatsa davomdagi eshib ketish imkoniyati va sharoitida men bir o'qituvchi bo'lib salohiyatimda shundoq o'tirmakda yaxshi asos tikilgan irodasi kuchli bunday o'quvchini qo'llash tarafdori bo'laman. Endi masalan Qudrat shu qayta o'qimasdan Beijing Shanghayga berib shu yerning amaliy muhiti bilan uchrashib o'zining yangi tanlash yo'llarini topishni o'ylashibdi. Bu bir endi yosh bir yetilayotgan mushtaq maysiniki shu quyosh nuridan nadan energiya olsam bo'ladi, qanday qilib o'zimni texnik kuchaytsam bo'ladi deyotgan orzuda albatta men qo'llash tarafdori bo'laman. Bir ish degan qilmaslikdan qilib qo'ldanadichu. Oldi bilan shundoq bir g'oya bo'lsa, uning tashlangan qadam bo'lsa, u harakatga aylandi. Bundan o'tamoqchi men qayta o'rganib boqay. Bedavimiz ham Jovton universiteti o'tami yoki Shanxaydagi ba'zi maktablar o'tami degan bo'lsa, uni ham da alaqimdan aytdik. Lekin endi ham to'xtab turazadi. Boshqa qilganni men qila olmayman bu. Degan bir yo'shun bir sehri kuch mushadi bir unda o'tdi. Albatta ota-ona men qo'llayman degan gap, borlig'imni sana beg'ishlayman degan gap. Sharoitimiz yaxshi bo'lib ketadi, burunga qaraganda osmon zamin farq bor turmushda. Shundaqmi? Hammalar undaq bo'lib ketmadi. Beyg'a oilada undaq turishdan bolalar bo'lib ketishni atayin. Berkilanmaganmiz iqtisod sharoit normalga tuvan oilada shundaq turishdan bir o'g'lonlarimiz, shundaq g'oyali jasoratli yoshlarimiz bo'lib qoladi. Buni qanday qilish kerak? Ikki taraf birga moslashtirish orqali men bir o'qituvchi bo'lib sanoatim bilan shundaq bir g'oyali yoshni iqtisodiyotni yo'laydigan ba'zi bir xo'jayinlarga tunishtiribman. Qo'llash tarafdori deb buni yo'lga solishga shundaq tavsiya qilib qo'llaydim men. Bir qism ota-onalar yo'q degilmaydi, masalan, ballarning shunday g'oyalarini olgan chog'da sen eng oddiysi 12 yil o'qib, Jumg'oni o'ziki maktablarga o'tayotgandim, bu chet elda qanday o'qiyotganlar shu chog'lardan deydi. Ballarimning qizg'ilqi suva o'xshatmaydim deyiladi ba'zi ota-onalar. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, balkim Qudratning buguni bo'lmagan bo'lar deb o'ylab qoldim. Bir yaxshi yigitning yaxshi odam bo'lib chiqishi maktabning, jamiyatning, ota-onaning, oilaning tarbiyasiga bog'liq. Har bir oilaning qasini har xil qaynaydi. Har xil posiyada, har xil ongda, har xil tafakkurda bo'ldi. Uningki bilish doirasi, uning umumiy safasi, bilimga, o'qishga, ma'rifga, jamiyatga, pulga bo'lgan tunish o'xshash bo'lmaydi. Endi bo'ldiklar degan bo'lsa, yani bo'ldi qilmaydigan bolalar bo'lib to'xtab turmaysan. Meni bu Qudrat elimizdan shu 3200 ga bilan tavakkul deb shundoq mana shu o'yining o'zi jasoratli bir ruhga yana bir ko'z yetgan tavakkulchilik ruhi birlashgan. Ba'zida endi yoshlarimizda oshunda ong bo'lish kerak. Menimcha ota-onasi qo'llab qo'ygan, qo'llamagan taqdirda yana bal qo'yatmaydi deb o'ylayman. Harvarddan chiqmasa, yo Oksforddan yoki bo'lmasa Jumg'odagi davlat maktab bir yerdan chiqib, eng oxirida shu jamiyatda ota-onasiga naf beradigan, jamiyatga manfaat yetkazadigan tunilganda Harvardning arkisi bo'lmasa yana bir ism universitetning arkisi bo'lib chiqadigan bir xil vujudida mijassamlashgan bir xil ruh bor. Qudratsiz Shanxayga borgandan keyin o'zingizning iqtisod sharoiti yordagidek maktablarga o'ralishadingizmi? Bunday qoldi. Esimda qilishicha bir 75 soatlik foiz o'tgandan keyin Shanxayga keldim. Endi bu birinchi qitim Shinjongdan chiqishimda 18 yoshda. Shanxayga keldim, kelib bu yerdan keyin bir 3 kun qadar bir u yer bilan aylandim. Bir jihatdan o'zim shunday bir xil salaliq endi shu universitetga o'tamadim, o'zimni qo'lda qadam bir xil ochib chiqqan bir poyezdni tushib qolgandek ashab his qilgan bo'lsam-mu, yana bir jihatdan lekin o'zim shunday bir xo'jal bir qadam osmondan besib o'tgandek.
ana isqilda masalan shu deb turib shundan kallamda boshliq narsa bilib ketmasam murchat chiqish uchun davlat universitet berish uchun nima ishlarni qilish kerak ekanda hamma narsa bilib ketmasam lekin biladigan bir narsa birinchisi bo'lsin ingliz tushunish kerak shu chog'da men anglaydim shundan fona bir maktab mashqirda deb anglaydim shahar uchun so'rab shu chog'da shu tunjilar shunayinda yana ichilgan shuni bir film bo'lsa ekanda bu bo'lsa Beijingda ekan lekin shu bilan izlab bordim qarasam u yerda ichki kuchaklik kursning ichki manojasi ekanda meni shu joy ahvolim uchun hamda bu nihoyat jiq bo'ldi hamda shular ham dedi bu yerda kurs nihoyat qimmat bo'ladi sen Beijing olasan shunday fona masalan biroz azroq agar masalan uzunroq masalan bir mavsum bir yilda qasam bir tayyorlik kurslari bor shu ay berib baq dedi anda bo'lgandan keyin shundan o'zim oxiri bu yerdan poyezdga chiqib men Beijingga bordim Beijingga berib andan keyin u yerda shu shundan izlab bordim shundan keyin masalan balkim sizlar bilasizlar Beijingda ham yerda ayrimlar kurslar bor ekanda undan boshqa bu shaharning sitraq shundan shu yo'lni shu endi shaharning ichiga balkim bir mashinaviy bir soatdek arliq bormda shu yerdan keyin oxir u yerda topdim bu bir yizdek bir yaxo'yin jamlaydigan u yerda izlab bordim undan keyin bir mavsumda to'monga chizib qo'yganda qarab baksam mana shu bir azalaqa qimmatda yana pul yetmaydi chunki men Beijing borgandan keyin qarab baksam bu tomoqni olishi va yotoqni olishi va Beijing degan bu birinchi necha qimmat bo'ladi ekan oxirimda men shikayatlar bilan anglab baqdim shuni uni anglab baqdim boshda anglab baqib keyin o'zim o'yladim buni men qarab baksam o'zim o'rgansam bo'ladi ekan deb biz ham nima milliy o'quvchi bolalardan keyin ko'pincha burun masalan xansuchini o'rgangan bir tajribamiz bo'ldi ekanda bizniki anda bo'lgandan keyin biz ham ingliz o'rgangan vaqtimizda biz o'ylaydi ekanmizki masalan mush burun xansuch o'rgangan biz tajribamizning bir qismini ishlasak bo'ladi ekan deb bunda bir bizning o'yin bo'lar ekan ham azroq bizga bir ishonch bo'ladi ekanda anda bo'lgandan keyin o'zim o'ylab men u kursga kirmadim qo'yishanda shu maktabning atrofidagi bir yerdan o'zim bir italsan o'yinning kim o'shisini bir yig'izda qildim shuni ijara qilib undan keyin u yerda turdim undan keyin o'zim tomoq etib yeyman undan keyin hali kurslarniki ba'zan chalmasa ular xil leksiya ulashtirish undan keyin kirib anglaymiz degandek ular English corner degan bir narsa bo'ldi ekan u yerga men keyin shu kirib bolalarni paranglashima undan boshqa asosiyatni o'zimda bir qism kitoblarni tepib Ama da muhimroq men o'zim biroz foydalangan bir ish kino filmini-ku. Amerikan kino filmlaridan men shu Reyhanga berib ijara oldim. Ijaradan akilib qayt ko'rdim-da. Buni ko'rgan vaqtimiz shu qo'yib tegdiki masalan bir xansuchi filmsi bo'ldi. Shuncha ular qog'ozlar shunlarni tuzib deb andan keyin shu qayt uni ko'rib, uni yodlab degandek. Demak, bu shuni aqlib qildim. Andan keyin shu uni jalali shuna bir to'g'ri xizmat bir imtihon berdim. Andan keyin u imtihonni 560 necha bitganman. Andan keyin birinchi oyda yana bir qatim imtihon berdim. Uni 627 topganman. Shuni bilan inglizim bilib qo'ygandan keyin o'zim shunday bir qadam bosib yaqinlashdim Amerikaga borishga degandek. Shundan endi bu yerda hisoblagan yana qo'shib qo'ygan bir narsa bor endi. Meni endi shu vaqtlarni eng bir qiyin bo'lgan vaqtlarda men uchun men uchun emas balki butun oilamiz uchun. Chunki endi shu men ishga bordim, men bo'lsam masalan o'zim birinchi qatim yo'lga chiqdim da'vatini. Ota-onam shu birinchi qatim o'zim bir o'g'ilni masalan bu safarga Surabyaga uzatdi. Shunami bo'lgan har vaqt ensiraylik, har qatim onam deb bir har qatim uyda tomoq yesak bolam meni yavatgandi. Mashinaga to'g'ri qilib turibdi. Hatto men telefon qilgan bo'lsam, bir tomoq yeyotgan bo'lsam bo'lar. Onam tapilar ekanda ochimga. Bolam nima ish qilyapsa, biz tomoq yeyotimiz demak, bosh bir ishni qilyotgan deb qo'yib, aka bolam nima qilib qoladi. Shu darajada. Demak, biz ma'naviy ijoddan o'zimiz masalan bir ro'yxatni adam bir xillamda besimda iqtisodiyotni shunday qildi. Chunki yana shu bizning shu hamda biroz iqtisodiyotdan bizning ochar vaqtlarida. Unda anamdan keyin o'ydigilar tunjiqlarga vaqtlarim bor, aziyatga vaqtlarim bor. Qo'llab turdi. Chunki men yana bag'a vaqtlarim u yerda nimsan bu men bir tapni o'qib o'tibdim, ishlay desam uning hamda sharoit bermaydi. U men degan u yuzda ishlaydigan yami yo'q. Yani onun için ben uyuya günümde çıkan adam. Eğer ben uyuştaş kırketsem, o uyuş bir yanda kalır iken değil mi? Lekin şu çağdan qarab baksam men kullanmak iken birden bir iş şu uyuşkan. Uyuliklar var. Amcatni qo'llaydi. Bir o'yjatni amcatni telefonni ma'rifatlantirib turdi. Qurni men blok otqandek. Aytganni ko'rishma, kech uxlashim bilan ko'rishma. Ashunda shu yerda o'qiyotgan jarayonda umidni ko'rganda ko'z qildim-da men. Bir xil nima shu atrofim chunki jiqma o'xshash bolalar bo'lganimda. Bular chetishimiz o'tgan. Masalan, menda o'tmagan tutilganlar yo'q esa bek oz. Ko'pincha og'riqda tutilgan bolalar. Shu orqali menda chetish uchun
qanday ishlar qilish kerak, shartlarni hazırlash kerak degandek bularni bilib oldim-da men. Shuni bilib unda xo'sh bir TOEFL imtihon bersam bo'ladi ekan, anonikin boshqa bir imtihon bersam bo'ladi ekan, anonikin viza qanday iltimos qildi ekanmiz, u bu maktab qanday iltimos qildi ekanmiz degandek bu ishlarni masal qildim-da. Demak, o'zim bir xil bo'lgan umid paydo bo'ldi. Mushmushlarni tirishsam buldiga o'xshaydi. Ashunaqada uydan ayrilganingizda qancha yil bo'lgan vaqtda? Shundan 8-25-yillar birinchilar. Shikir qarab Shanxayga bordim, 9-birinchilar Beyjingga keldim. Andan keyin shu 10-yilda imtihon berdim, andan keyin yana shundan 1-yilda imtihon berdim, TOEFLdan jo'njoqlar oldim. Imtihon berib bo'lgandan keyin menga kurs chiqish boshladim bu yerda. Buni so'zlab bersamda, albatta men degan ekan bu yerda iqtisodiy ahvolim biroz nacharlab qoldi-da. Unda bo'lgandan keyin men o'ylabman, bir ishni qilsam bo'libdi. Chunki bir tarafdan men bu chet eldan kelib iltimosni qilmayman. U Amerikaning iltimosi odatda 1 yil burun iltimos qilamiz shu maktabga. Unda bo'lgandan keyin men bu imtihon bo'lgan bo'lsam, yo'limiz kelar yil iltimos qilmanda, uni qadar men bekor turgandan o'yladim bir tarafdan maktab iltimos qilsam, yana bir tarafdan bir ishni qilay. Shuning uchun o'ylab men bir qudratdan o'yladim endi. O'ylagandan qarab borsam, men qilgan eng yaxshi shu ingliz yutishga. Shuni bilan ishni qo'yib deb o'yladim. Shu uydla mukallam kelgan shu. Shu yerda masalan o'qitishlik qilish. Uni o'yladim. O'ylab bo'lgandan shundan keyin bu mening yonimdagi bir necha ming yotoqdashim bolalardi. Shuni qo'yibsam, buni ishlayishlik o'zim kursa salmamda. Deb shundan bu fikrni berdi. Bo'lgandan keyin bu chog'da menda o'zim ish yo'qdi. Lekin u bolalar bilan rasmani qildi. Bu inglizcha shunday yaxshi bo'lgandan keyin o'zim masalan munosib muhit ekan. Inglizchadan boshqa hanzuzcha yaxshi ekan. O'zim menga xohlamasdi. Shuni bitamasa. Degandan keyin oxiratda bolalarimiz bilan shunga bir kunda tizishga kirdik. Shu rahmat yaxshi yo'lni shuni ekan. Kirib shunga bu bolalar kirib larimda o'sh kerak. Shu sinf bolalar dedi. Bizning bir og'imiz vardı. İngiliz lazım mesela şunda qisqa vaqtdan o'tdim. Kelib 4 oy ichida. Mesela o'zi uylanib inglizdan azizlik numar oldi. Andan keyin shuna o'qitishlik qilib baqsa va mumkin bo'lsa mana bir dars so'zlab baqqan bo'lsam shu yerda. Nasl bir qarab baho berib baqqan bo'lsam dedi. Degandan keyin shu yerda u bolalar qatis bir qo'shib ketdi. Andan shu sahnadan chiqdim. Bu yerda so'zildim. Dars berganda shu bolalar bir xil qatis o'lmamra qoldi menga. Keyin so'rdim bolalardan andan keyin. Men agar shu yerda shu maktabni o'zimizga binada o'zimizga uyda mesela kurs ichib shu inglizni bilib mesela bu yerda or English deb ko'yi to'qimoq. Yig'izlar mujiyatman. Chunki buni alohida shu terma cho'zaman. Mujiyatman kurs ichib qilsam mesela mishada qaysinlar qanchalik bo'lishi qiziqib qolgan kurs qilsangizlar. So'rasa asosiy shunday qolib ketadi. Shu yerda men bir shench keldi-da hamda. Shu yerda men o'zimiz shunda xo'shal qaytib ketdik. Qaytib ketdim 2-kunga keyin biz kurs ichishga tayyor qo'shib ketdik. Shu chog'da aziqcha esni bir ish biz ham o'zimiz turgan o'yinga keldik. Shu yerda menda bu boshlagan bo'ldi. Birinchi sinfni, birinchi darsni boshlagan bo'lib, qarasa bizga birinchi lozim bo'lgan narsa qarasa bizga bir dars klasimda yazdiranga. Shuni bilan biz bozorga chiqsak, kichik bir choshlarga borsak, kichik mashinchilik bir daskani 138 qo'y degan ismda. Ya'ni bu qanday qilamiz, bu yomon qilmayotganda shuni bilan beşimiz ketib o'tdi. Buncha kichik 138 qo'y desam, bizga lozim bo'lgan xil bo'lgan narsa, uni vaqtcha mana sizga o'tamiz deb o'ylab o'tamiz, lekin shundan bir aqimiz dediki biz o'qigan ekan bu nima masalan mana bir oylik bilan buni olsak, u ayna azon asiganda hamda. Bu olsak, ana shuni tamg'ilab qo'ysak, ana lekin qari bir xil bir yozgan bir qalam bo'ldi-ku. Shuni olsak, buni chiqargan emasman. Deb shuni bilan pichaylan berib 8 qo'yga bir tamg'ilib kerak aytib birni Burada kelgandik. Shunga tam qo'yib, shu bo'yicha lekin shu darsimiz boshlab ketdik. Lekin birinchi meni kursga 8 bolalardan boshlagan darsni. Shu bir boshlagancha lekin 2003-yilda 4-oyga qadar davomlashtirdik. Bir boldan qanchaga o'qish bo'lardi? Shu chog'da biz o'qishlardan onda bir so'z ishlayotganimda, shu chog'da pay as you go deb qo'ydik. Biz har bir darsga, har bir boldan 25 qo'y. Shu birinchi boshlagan. Bizning 1 soat dars odatda 2,5 soat bo'ldi. Boshqa qildik. Biz birinchi sinf bo'ldi, men shuni boshladim. Men asosan ko'yilib ketmayapman. Men ko'yilib qilishim sababi, chunki shunday funksiyon uchun buni shunday yaxshi maktab bu. Unda u bolalarga o'xshagan boshqa narsani uyutman desam, men uchun ancha bir kuchli biramda bir raqobatli bir narsa yo'q bu yerda. Lekin shu joyda qolsam, buni ko'yijati maktab shu yerda ojizdi. Unda bo'lgandan keyin men shu vaqt qarasam, men shu bilan birga yana 9 yil kelgan bolashiga o'xshash. Shu vaqtdan bilish uchun o'ylab yurib, English ko'rlarda birga paramosh yurib, qarasam qisqa vaqtda inglizcha shuni ochdik. O'zimlash bo'ldi unda. Bo'lgandan keyin shu bu bolalar to'liq so'raydi-da mendan. Voy sen qanday yurganda? Birdan so'rab bo'lsam senda. Shuni so'zlab birdan bo'lgan, o'sha ingliz kino o'qiyapman. O'zim manda mashg'ulotini to'xtatib o'zim bilan o'zim paralashib, o'sha yodlab mushnash qilyapman deb berdim-da. Demak hamda agar men mushna qilsam, demak ham bolalarni qiziqtirar ekanman deb o'ylab, shundan keyin mush kursdan o'zim shu Camel English Training Center
deb mushni boshlagan. Kamoyi peshin bo'lsin hamda. O'sha kamo deyishimiz kamo inglizda tuga degan gapku. Shu joyda laqabim tugaydi. Birisi ham men bu ham yig'izib olishgan 1990-da. Andan keyin yana birisi ham biz ham Shinjonni bag'alani. Menda to'g'ri so'raydi-ku, Shinjonni masalan, men qumni qo'ygandan keyin sizlar maktabga tugundan boramiz deb. Shuna gaplarni qildim. Ba'zan biz so'rag'amiz, ba'zan chaqchaqdan degandek-ku. Keyin ashna laqab bo'lib bu tugida laqab qo'yib qo'ygan hamda. Qo'llarimni shuni so'zlab turdim. Men ashar qilsam ingliz tilidagi o'rganayotgan qanday qilib ingliz tilini yengib chiqamiz degan shuna bir men shu ingliz tilini shu qumliqdan tug'ilib silni. Men yo'l boshqa chiqaman. Men shu so'zlab turdim Allohga. Demak, bizning maktabimizda ko'xol shu chal bizning keyingi peshinda ekan. Shuni bilan biz boshlab, andan keyin shu o'zimizning turvatga o'yinib kiritganimizdan andan keyin o'quvchi bola bizdan jiqib ketdi. Andan keyin buni biz shuni bir necha boshqasini kiritganmiz. Chunki ko'pincha bu o'yin azam bo'ldi ekan. Demak, biz ko'pincha bolalarda ya o'qiydigan bola, ishlaydigan bola bo'ldi ekan. Buni mehmon o'yini odatda quruq qoladi ekanda. Kunduz vaqtlarda. Unda bo'lganlikdan buni ijara qasimda ijara qilib oldim. Televizorda, anaqa DVDda ulab bizdan anaqa ijara kelgan shu kinoni shuni qo'yib andan keyin uyutib endi o'zim yetib olmayman-da. Keyin andan keyin bir taraq qilib men shu Beijing yo'lda shu yo'lda u yerda men shuni chetalik ma'lumotni shuni taklif qilib aytgandim. Shu o'zim yozganda planlagan javob savat. Andan keyin bizning kino emas bu yerda. Shu kino bilan birlashgidek ashna qilib hamda shu bo'yicha uyutib hamda. Shu uning nihoyat yaxshi bo'lgan shu bolamni amra qo'ygan ashna olib 2003-yilga qadar bunda almashuvlik lekin shu joy to'xtashim sababi 4-oyda. Asl bo'lsa SARS vaqtlashgan 4-oyda. Hozir esa 4-oydan 23-yilga qadar almashtirgan. Shu jarayon demak prezidentdan hamda shu dars o'timi shu orqali qanday iqtisodiy ahvolim sal yaxshi bo'ldi. Yamro'tdan chunki men asl maqsadim chet chiqib o'qish emasmi? Bu administrativ demak men o'sha yerdan chet chiqishdan shu yo'ldan oldim. Maktabga iltimos qildim, viza iltimos qildim, lekin shu vizagancha odam bu ta'sirlashdi. Garchi u yerni pul tepayotgan bo'lsam, garchi o'zgalarni ham qilayotgan bo'lsin, lekin chiqsa masalan shu joyda biz Angliyaliga, Amerikaga iltimos qilmoqni ta'sirlab, men Angliyani, Kanadani o'ylashgan. Lekin bu Angliya, Kanadaga odatda masalan bir oz deganda 600 ming yoki 800 ming deganda shunday banka qo'yib 6 oy, 1 yil deganda shuni qilmasa qolmayotganda, endi u joyda bizning sharoitda u qilamadik uni. Hatta qisqasi dadam shu chog'da keyin bu qashlar odam degan emas, shu chog'da dollar jag'ini oldi o'rib deganlar. Ya'ni o'rib, bo'lsa bir 6 oylik bir yil qo'yib bergan bo'lsa, unda boshlanishni qilib keyin u hamda shular ma'lum yordam qildi ular. Lekin shunda bo'lsa-mu, yana masalan bir haqiqiy bu bir kuchli narsamiz ko'rsatib bermagan ekan. Yani ta'sir bo'lganda, ashyolar shundan bu rezultatni rad qilyapti. Undan keyin shu eng oxirida 2003-yil 9-oyning 1-yili men Gollandiyani qildim. Asl maqsadim shu Amerikadagi eng oldin qator xalqdagi maktab o'qiyman. Nishon shu hamda. Lekin udlam Amerika o'tmas qilishga men o'tir maktabni bitirgan bir bola hamda. Vizam maqna ta'sir ekan. Uni o'zini shu joyda masalan shu maktabga o'tmas qilgan planda bo'lgan. O'tmas qilaman desam buni qo'patmanga masalan o'zimizning dars nomerlaridan boshqa, inglizdan boshqa, yana asitda bir imtihon bor ekan, shuni bamsa bo'lmaydi ekan. Ana u joyda butun jumlani orqalari bu imtihonda bag'il bo'lmaydi. Bu qanday imtihon SAT degan? Bu SAT deganimiz hamda buni endi oddiylan tushundirsak, Jumboda bizning oliy maktab imtihon bo'lmasmi kanka? Amerikada mana masalan bir xil. Amerikada bir necha turgan oliy maktabga imtihon berish mumkin umum atlashi. Shuna bir imtihonda bu. Lekin Amerikada yilda 5 qatim bag'il bo'ldi bu imtihonni. Shu chog'da Shangaldan bag'ildi qarshi bir ishni olgan. Lekin garchi men o'cha olgan ahvolni boramagandim. Shu chog'da maktabda menga taklifi bu eng oldin qator maktab islommaysan. Boshlarsan bir boshqa maktabda o'tmas qilib turib, yana viza o'tmas qilib kelib olsang, ana musha turib, yana iltimos bersan, bo'ladi. Dedi, shuni bilan men mumkin shu bilan bo'yicha men o'ldirimda. Shu yerdagi masalan bir yaxshiroq, cho'roq bir shahardagi o'sha bir qism maktablarga o'tmas qilib, azroq maktabga o'tmas qilish berib oladigan ideal keldiramaga. Shu bo'yicha men mumkin Washingtondagi, Nyu-Yorkdagi maktabni 13 maktabni tanlab o'tmas qildim. 13 maktabimiz qabul qildi meni. Bolalarga bergan taklifga hamda senga bir 3-chi bir davlatga borsang, u yerdan olmoq asaroq bo'ladi. Bir taklif berdim menga. Shu ideya bo'yicha men hamda undan nega borsam bo'lar, shu davlatga deb o'yladim-da. O'ylab andan keyin kallam kelgan narsam tushadi. Birisi bir iqtisodiyot masalan bir pek qimmat emas, masalan Angliyada. Andan ingliz so'zlaydigan
bir masalan ana bir davlat bir yer bo'lsa ana yana birisi masalan Amerika bilan munosabatda yomon narsa qo'ygan degandek hasan bir yerga iltimos qilay shundan bir yerga boray deb andan keyin Gollandiya tipib iltimos qildim oxiridan keyin shu vizni oldim 91-yilda shu kun kech onam Urumchiga tushib keldi kech shu shunday shu yetib paramlashib onam bilan ish bajarish shu anamda ikkinchi kuni men shu yerda yo'l savdoman yig'lab turib ketganda aytgan asosida shu bir ketgancha 2003-yil 9-oyning 2-yilda shu bir ketgancha ondan keyin shu bir qaytib kelgan qadar onamni ko'rmadim endi 2011-yili 1-oy qadar ondan keyin shu yerdan ondan keyin men Gollandiyaga bordim berib u yerdan ondan keyin shu bir 7-8 oydak shu Amerikaga borishni qo'ydi bo'ldim oxiri 2004-yili yozda bu vizani oldim o'ylab shuni Amerikaga bordim piyarim sizlab kelsam borgan chog'da shu hozirgi eng oldin o'tab turgan bir maktab bor George Washington University'da Washingtondagi George Washington ve shu joy ideyadan men o'yladim bu maktabning orasidagi ham eng davroq garchi maktabda bo'lmasa-mu men asli bormoqchi bo'lgan maktabga mush o'ylash maktabning orasidagi eng yaxshi birisiga kirib olsam anamdan keyin shu bir yil butun kuchimni tashib o'qisam yuqorimni olsam aniq asliga imtihonni bersam shuni bilan menimcha Ashxobod maktabiga o'tish imkoni biroz cho'ng'ildi deb o'yladim-da. U maktabda o'qish uchun men George Washington University'ga hamda yillik o'qish bilan asli qo'shilib bir 50 ming dollar atrofida ekan-da. Shu o'zimni hisob yor bermayman-da. O'quvchi bola qarzimni ishlayotgan maktabdan. Lekin uning g'ayrimaslan bu shu Amerika turayotgan bir qism odamlar kipilib bo'lsa ana bergan bir ish ekan-da. Shu joydan uni kashta bir odam topgan. Qudrat Anglsak Xarat Universitetidagi o'qitish tizimi bekitishga balki o'sha jarayonlarda tuzumga bo'ysunmaslik sababidami ayrilib ketgan o'quvchilar bor bo'lyapti. Bor. Odatda darajalar bo'lsa o'quvchilar bo'ladigan. Odatda maktab o'quvchilarga bak erkinlikni beradi. Lekin asosiyatdan arishni mana bir chekinish bo'lganda hamda. Bu yerda bundaq 3 xil ishga maktabda deb qo'ydi, zero tolerance policy deb qo'ydi. Bu demak yo'g'ini hargizmi yo'q qo'yilmaydi deb hamda. Bu birinchisi yolg'onchilik qilish. Bu yolg'onchilik deymizmi? Keng doirada aytmoqimizda, mayli masalan bir imtihonda yolg'onchilik qilgan bo'lsa, ko'chirib degandek-ku. Yoki yozgan bir topshiriqda masalan, ko'chirgan bo'lsa boshqadan meniki yozgan asarni. Professor so'rab masalan, nima ish qilib darsi kamdan degan bo'lsa, agar masalan yolg'on gapni qildi, axir professor masalan har xil boshqa usuldan bilib qoldi buni. Yolg'on gapni. Shunday bir kichikroq bir ishdan asosiyatdan maktabga o'quvchi bolani chiqardi. Bu birisi. Undan keyin ikkinchisi dars o'tamay qolsa yoki bir bola masalan dars o'tdi, lekin davomli shu aran o'tgandeklar. Aşağı o'qidi. Buni chiqardi. Masalan dars o'tamadi yoki masalan bu bola dars o'tdi, lekin qarab qo'ysa bu aran masalan shu shunday o'qidi. Shunlar buningda maktab o'zi gap qiladi bu bolaga. Deb masalan unda aspudoq masalan mana tirish, yordam qilib qo'ysa biz yordam qilinglar. Lekin cho'qim bundan keyin ulg'ilishing kerak. Degandan keyin ishongan agar bu ikkinchi mavsum bu bola yana umr yana shuni olib qolsa masalan bir 4 dan 5 dan masalan imtihon berdi emasmi? Oxir qarab qolsa hammasi umr yana shunda orani o'tgandeklar. Oxirgi o'qigan bo'lsa shundan asta yo'lsab qo'yib bo'ldi. Andan keyin uchinchisi hamda hech qanday emas urush mushish degandek. Bir odamni qo'l tekizib qo'ysalar shu hujjatni qattiq chanda anda bo'lganligim qo'ch bolalar boshqa bir ishga kelgan joy masalan salom qo'ysin lekin mol ish kelgan chog'da qattiq qilmaydi. O'zlari qattiq buni bakavar edi. Eng yuqori ilm yurtida yashayotgan odam eng fazilatli bo'lishi kerak degan gapga chiqadi. Maktabniki ham birisi qarab qo'ysangiz Harvardniki logosi deymiz, maktabning emblem deb qo'ymiz. Shunda veritas deb bir gap bor. U ham bir latincha bir so'z ekan. Ma'nosi ta'lim qilsak samimiylik, rostchilik. Demek maktab bütün hamma ishda deydigan birinchi gapsi rostchilik. O'quvchi bo'lsin, o'qituvchi bo'lsin, hammaydi. Bunutma shunda agar bir bola navoda samimiy bo'lmay qolsa, shu maktab bo'lib qoldi, buni qat'iy masalan kirib bir yozdiradigan, qiladigan ish mumkin emas. Lekin Qudrat sizning bayonlaringizni anglagan ekan radio oldida o'ziga iroda tiklaymayotgan, o'zi tiklagan nishon uchun qanday yo'l mengishini bilmayotgan yoshlarimiz, o'smirlarimiz bo'lsa, qattiq hayajonlanib turib bizning shu Qudratdan o'g'iniz kichiklar bo'lsa, Qudrat akamdan o'g'iniz deb turib, shuqum aytirib boshqa bunday qilmada pilavan tuzish mumkin, lekin ko'pincha vaqtlarda boshqalarning ilhom orqali kelgan iroda ko'pincha vaqtlarda vaqtli bo'lib qoldi, uzunga davomlashmaydigan. Endi shu vaqtli bo'lib qolmaydigan, uzunga davomlashadigan irodani tiklash uchun
qanday qilsa bo'ldi ekan? Siz qanday qilib ishlaytdingiz? O'zingiz misol qilib so'zlab bering. O'zim misol qilib so'zlab bersamda, men o'zim mushtoqni o'zim o'ylanganda hamda men bunda bir ikki narsa muhim bo'lgan deb o'ylayman hamda. Birinchisi bo'lsa nishonchi, nihoyat oydin bo'lishi kerak ekan. Shu chog'da mening nishonimda, shu masalan men Urumchi vaqtimda Amerikadagi eng oldin qator turadigan shu Harvard degan shu maktabda o'qish. Hamda u chog'da masalan shu nishonni chiqardim. O'ylab baxsamchi bu nihoyat muhim ekanligini sababi bir odamchi nima nishon qilgan bo'lsa shunga loyiq bu tirishir ekanchi. Shunga loyiq plan qilgan ekanmiz. Shunami? Demak, agar masalan men Harvard degan bo'lsam shunga loyiq plan chiqargan, shunga loyiq tirishir ekanman, shunga loyiq amallarni qilgan ekanman. Agar men uni nishon qilmay, masalan, agar boshqacha masalan tuvara qo'rin turgan universitetni yoki boshqa bir masalan bir ishlarni nishon qilgan bo'lsam, meni tirishimni shunga loyiq bo'lgan ekan. Chunki butun shu nishon qarab turib tirishayotgan shu jarayonda meni to'xtamay oldiga ishib turgan kuch shu ekanda, aylanib kallam kirib turdi ekan. Menimcha bu bir narsa. Bu yerdalikda meningki bilgan bir taklifim bor. Ba'zan chog'larda men o'ylayman, masalan, qo'rqmayman da. Unda deylik, hammadan cho'qim masalan, xalq nishon qo'yish kerak emas. To'g'ri. Hammadan eng cho'ng masalan plan chiqarish kerak emas, nishon qo'yilish kerak emas. Lekin men cho'g'ancha odamni qo'rqmay, o'zini qo'yib turib masalan, qo'rqmaychi, cho'ng narsa o'ylab baqish kerak ekan menimcha. Mayli masalan, eng oxirida balki qaror chiqqan vaqtida boshqa qaror chiqish mumkin. Hammadan o'ziga loyiq plan chiqarish, shundaymi? Hammadan xalq o'qishi ajasiz, shundaymi? To'g'ri. Nurg'un odamlar bor, masalan, universitetda o'qimay, shunda taraqqiy qilib dunyo ishida to'p qo'shgan odamlar bor, shundaymi? Lekin ham odamlar masalan, shu nishon qilgan vaqtida bir yana masalan oydin bo'lish kerak va ham qo'rqmay masalan cho'ng narsa o'ylab jur'at bo'lish kerak. Bu yerda mana bir hikoya bor, masalan bir kitobda o'qigan hikoya. Nomi shunda bir cho'ng ta'sir qildi. Bir odam Nyu-Yorkga bir sirk yurmak kirgan ekanda, kirgandan keyin shundan bu sirk yurmakning keyinligi bo'liqqa shunday hayvonotlarni mashq qildirgan bu yerga kirib qolganda, kirib qolganda qarasa bir odam shunday bir 4-5 pilini mashq qildiribdi. Andan keyin u qanchalar yeb kirgizish uchun u ham pilni soladaganda, qolgan keyin shundan u pillar shundan qarab bas shunda bir inchik toni bilan bog'liq ekan. Pil shundan u ham bu ham lonch baqadigan hargiz lekin tonni uzib qichib ketmaydi ekanda. Lekin qarab bas pil shundan yo'g'on, shundan kuchli. U tanadigan mada sal kuchsizlar uzdalaydi. Shundan so'raydi ekanda kelib haliqma odamdan. Bu nimish qilmasa sen shunda bu pilni masalan ashundan masalan o'zing gapni kirgizish uchun soladi ekansan, u ham bu yerni ko'rgansa bu pil nimish qilib tani uzib o'tmaydi, uzib qichib ketmaydi masalan. Deydiganda, degandan keyin shu o'rin so'zlab berdi ekan. Dedi bu pilninki va hozir sen ko'rgan bu tanini hozir bog'lab qo'ygan emas edi. Buni yana tug'ilgan vaqtida bog'lab qo'ydi ekan. Bog'lab qo'ygandan keyin u chog'da pil shuni bilan shunda tirish baqadigan bo'lsa, ashariqa inch tanini uzishga. Lekin har qancha tirishgan bilan bu uzilmaydi ekanda. Uzilmay oxiridan keyin bo'lishini bilan keyin cho'g'andan keyin kuchlangandan keyin uzilmayman qo'y deganda shu ideali cho'g'an boshqa tirishib boqmaydi ekanda. Bu pila keyin cho'g'andan keyin uzishga va hatto jur'at qilib qarab tirishni qilmaydi ekan. Meni cho'g'anchada meni o'quvchi bolalar bo'lsin, meni bo'lsin korxonachilarimiz bo'lsin, o'ziga masalan bir nishon yoki plan qilmoqchi bo'lgan vaqtida emas, qo'rqmaychi, cho'g'anas o'ylab baqish kerak. Qisqasi masalan men o'zimdan shu vaqtni o'ylab barsam, meni ahvol o'ylab baksam ko'pincha bolalarga cho'ng farq yo'q millatda. Lekin shu chog'da bir farq qilgan yeri men qo'rqmayman, onasi o'ylab baqqan. O'ylab baqqandan keyin men izni baqdim. Bu tuttirani qarab baqqan mush maktab zalida qandalarni qabul qiladigan. Qaysi narsalar bor shu maktab o'tkil bo'ldi ekan. Deb shuni ko'rib baqdim. Qarab baqsam shu bu yerda bundan bir imtihonlarni yuqurni nasib bo'ldi ekan. O'zim darslardan, ayolga asidida bir imtihon bor ekan. Imtihonni nima imtihon ekan bo'lsa shuni izni baqdim. Qarab baqsam shu tildan imtihon berdi ekan, matematikadan berdi ekan. Shu eng muhim ish bo'lishi kerak ekan. Ana qolgan boshqa narsa bor ekan. Lekin gapni qarab baqsam bu qirilgan ishda ko'rindi-ku. Ana ekan, yana bir qism narsalar bor ekan. Uni qarab baqsam qilib bo'lgan ishda ko'rindi. U darajada bir haqli odatlar degan so'zlab o'tgandek, rivoyatdek bir qilolmaydigan ishda emasdek. Shuni bilan men oniki voy, mush qilib bo'lgan ishda bu nima? Tirishib baqsammi, bo'lgan ishda qiladi. Ammo qilolmasammi, bichon ziyon yo'q shunami? Oxir xavol o'tamasammi, balki undan nachar maktab o'tama. Chiqib tirishgandan chiqqan bir ziyon yo'q men uchun. To'g'ri. Deb shuni bilan men shu qo'rqmayroq shu narsa o'yladim. Nimish bir yil tirishma, 2 yil tirishma, 4 yil tirishdim. Chunki andalik balki cho'ngroq bir narsa o'ylagandan keyin biz tirishimiz shuni loyiq qiladi ekan. Ota-onamizmi boshliq shuni loyiq qilib qo'llaydi ekan. Shunami? Ikkinchi yana bir narsa u bo'lsa menimcha atrofimiz odamlarningki bizga bo'lgan madad berishi. Bu menimcha bak muhim bo'lgan ekan. Qisqasi mush atrofimiz odamga vaqtimiz eng muhimi, eng yaqin odamlarimiz. U bo'lsa masalan, u bo'lsa ota-onam shunaqmi? Agar men shu Harvard o'qiyman, shu Amerika universitetida o'qiyman degan vaqtlarimda masalan ota-onam qo'yib menga, "Balam, sen ne beyda o'tamidasan. Endi qopab sen bu Harvardni kimni qilyapsan?" Mening cho'qancha mishal bo'ldi balam. O, cho'ngga qilmay. Mishal futbol qilsan. Ya'ni balam, u yerga qo'chimay, boshqa maktabda o'qib turaman mishal. Aldirmay. Hammadan o'zingga ish qilish keraksan, o'zingga ish qil bo'ldi. Degan bo'lsa,
men hamda adam deganimda qancha bir cho'naq o'ylaydigan odam uchun anda bir dars olganki shuni loyiq ishga tushunish bo'lgan-ku, shundaymi? Demak, bu odamga nihoyat bir cho'ng ta'sir qilgan narsa ekan-ku. Mujina o'ylayotganda bir yana bir qisqa hikoya bor, qistirib qo'ygan bor, menga bir ta'sir qilgan. Bundan bir necha yil burun Yevropaninki shuna bir tog'narizda bir dada ekanda, ikki bolasi bilan bu yerda qo'y boqar ekan. Bolalar shundan bilan qarasalar osmonda shundan bu kaptar uchib ketib qolgan. Shundan keyin bu kichik bolandi bular. Dadasini so'rar ekan, "Oy dada, odam uch qilgandi" deyotganda, dadasiga aytgan, "Bolam, sen hamisha qildi. Odam uch qildi" deyotganda, degan shundan shu ayliqchi bola, qo'y boqadigan kichik bola 20 yildan keyin dunyodagi birinchi ayrikni yasab chiqar ekan. Akuf Wright Brothers degan shu ish keldi. Demak, shu bola shu ayrikni yasab bo'lgandan keyin shu muxbirlik kitib olgan shu jihatdan Mexikan so'zlab berdi ekan. Bizga ham ta'sir qilgan shu so'zlarimiz deb. Hatto yana bir ish bor. Ota-onam meni qo'llab, shuni ishga bordim men shu chog'da. Borgandan keyin shu ishga vaqtlarimda men o'zim shuni qizg'angan vaqtlarimda, o'zim qizg'ansam mayli, lekin qarasam dadamning men shuncha xizmat ketib bordi. Dadam shu chog'da masalan meniki ishga qo'yib Kanadadan vizani olganimizga vaqtlarimizda 5-6 ming bankaga pul qo'yish uchun dadam berib dollarga yolverib, hech kim qo'yib olgan bo'lsam, bolamni o'qishga chiqarmoqchi edim. Deb shu vaqtlarda onam o'sha gapni anglab, onam degan ana bo'ldilar. Men qaytib ketdim. O'yinchilar nima qilasizlar? Qaytib ketib men bo'ldi shu yerni bir yil o'qisam, musha hozir tirishgan shu yerda o'qiydigan bo'lsam, haqqancha bedachini qolib ketdim men jo'qa. Haqqi yolg'oncha bo'ldi. Tirishib shu degandim. Desam onam shu joydan lekin bolam, adam deganlarga keyin yandigan ishni qilma. Oldingmi shu yo'l kirdingmi? Bo'ldi. Oldin qarab, menga qog'oz chiqmani biz bor. Debchi shu joyda. Bu nishon bor bo'ldi bizda. Bu yerimda qanday qilib shu nishonga yetamiz deb bu yer plan chiqaramiz o'yamdi. Biz hamda plan qilganimizda men cho'ng diqqat qilgan manda bir narsalar bor ekan. O'zimni olmasam ta'sir so'zlab bersam, men o'zim shu joydamda bilamanki men shundan o'qish uchun men bo'lsam ekan kun degan soat men 5 qo'pam kechmasida uxlayman. Deganga qarab baxsam bu amaliyotda bo'lib qarab baxsam olmoq qishna bir kichik ish bo'lgan bilan nima oson ish emas ekan bu. Bir kuni qo'yilgan ikkinchi kuni uxlab qolgan ahli ishda bo'lgan yoki kechda vaqtcha uxlab qolganmiz. Bunisiga ishkirlar chatalgan bu tomoq yaxshi bo'lmagan ekan mag'dur yo'qolib ketib qolgan shunami? Endi degan ta'sir olayotgan ashir bo'ldi ekanda endi. Keyin asta-asta bundan bir narsa o'rganib oldim. U bo'lsa biz plan qilyapmiz va atin tatma manda o'rganma. Manda qilma deb emas, balki bo'lsa planni qancha tafsiliy qiladi shuncha yaxshi bo'ldi ekan. Jumlada manda plan chiqargan bo'ldim. 5 qopmanlan deb emas, balki qanday qopim 5 ta. O'tirgan soatimizni qo'yayish nima? Bu oddiy narsa, men o'yladim bunamda. Lekin buni qo'paplar mesela bizga ishim bor ekan. Buni qanday hal qilaman? Nima? Deb men lekin to'xtatdi. Buni men bo'sh kartamni yana qo'yib qo'yma bu yerga. Ya jiroq shu. Ya obrina ishga kirib qo'yay. Ya obrina opera qo'yash nima? Deb uni o'ylayotganmiz. Tutdi, yana o'ylab boqib yasibdi. Buni nimaga navbat mesela yana bir qaytib kelib mesela qarab baxsam bir ashashli bo'ldi-da. Beplan ikkinchi kun qarab baxsam, har xil sabablardan biz qo'yib, yana kirib qarasam shu karvat turgan ekan, yasiq karvat. Kirib yetib olganman. To'xtatib mashinamni qo'ydim. Debelan ekan, bu birinchisi bo'lmasa shuni qanday qilgan bo'ldim? Navjondan 3-4 nakil bilib, mayag bijni, ayag bijni. Hammasi o'xshamaydigan vaqtda. Mesela mayag 5 bo'lganmiz, 5 ni 10, 5 ni 15, 5 ni 20. Bu bunda qilgandan keyin bu cho'qim qilgan ishganda. Demak, men mana misol qilib so'zlayapman-da. Biz har qanday bizim plan qilgan vaqtimiz bor-ku, biz agar 5 qopmadirli plan qilgan bo'lsak, shu ishni loyiq qildik ekan. Lekin menda biz plan qilsak bir ishni uchun o'zimizdan shu ishni qilmaslikqa fursat bermasak, bu ish yo'qmishdan yaxshiroq qilib bo'ldi ekan. Adam to'xtama yildizni sabab izlasa, buni qiladigan ishganda. Demak, menimchalik plan qilmoqda mana atrofli plan qilish kerak ekan. Bu bir. Ikkinchi yana bir ish plan qilgan vaqtimizda diqqat qiladigan bir narsa, meni o'zimning chiqqan. Biz plan qilgan vaqtimizda adamcha biz hamma ishni qilaman deb o'ylaymiz ba'zi vaqtimizda. Buning ichida bir qism muhim ishlar bor, bir qismi ancha muhim ishlar bor, shunaqa. Lekin bu yerda mumkin bo'lsa, adam degan bo'lsa har qanday vaqtda qaysi ish eng muhim? Shunami? Qanday oydinlash kerak ekan. Plan qilgan vaqtimizda bir adam bir ishlarni o'ziga adamga fursat berish kerak ekan. Asan kichikdan boshlash kerak. Nima bilan aloqam bir qism o'quvchi bolalar bor-da, men so'zlab bergan. Bular mesela qarapas necha vaqt yozmasan, nayt bilanqa shuna bir xil bo'shan bir xil odatda o'qib kelganda hamda to'yuqsizlan qattiqmasan bir xil ilhomga kelib, hayajonli deb, aytdim deb, manda o'qiyman deb shuni input qildi. Oxirida shunda bir xil aytgan manda qo'pma, manda o'rganish qilib, manda qilmaydi. Hamma ish degan aslida manda bir asta-asta boshlanadi, shundami? 10 soatga besib o'rganish qilmagan odam qanday metrdan boshlaydi 15 soat, 16 soat o'qiydi. Burun bizalik ingliz yo'qon vaqtimizda bizlarni aytdik-ku. 20 necha vaqtimizda kurslar ochilgan bizning Shinjon universitetida.
kurs açılsın balalarga gür dersepiga shundajik o'sha 70-80 bir kutilgan chaqda 15-yigimiz qoldi. Qolganiga masallab irodasi kichigidan mundaq tiklanmagan yoki kichigidan boshlanmagan. Shunga g'arrati kirsilish biroqlam o'tgan-o'tketanligida bo'ylab oxirchi demay chiqib qoldi. Kichigidan boshlagan 15 yoki 20 bola qilib qoldi degan gap. Mumkin mana plan qilgan vaqtimizda diqqat qilgan bir qism ishlar ekanda o'zimda o'rgangan. Endi bu yerda bir nishon oydan bo'ldi. Planni masalan qanday qilishni bildik hamda. Uchinchisi, ijro qilish. Ijro qilgan vaqtimizda menimcha eng muhim bir narsa inglizda persistence deb qo'ydi. Buni bek hurmat qilgan bunday ish nima desa, davomlashtirish. Nima ish qilgan vaqtimizda davomlashtirish odam bor, futqazin ekan. Masalan, Amerikaning bir kinosi bor. Burun shu kino menga ta'sir qilgan Forrest Gump deb. Aganjin John deb qo'yilgan. Ashkino uchun shunday bir ish bor. Shu bir odam qillajatim masalan ancha bak aqlli qadam emas u. Lekin nima ish qilsa shunda davomlashib qilaverdi, oxir futqazindi. Masalan, abatman degandek bu bolalar shunday bir yo'g'on bir g'oyani masalan nishonni aydan qilib oldi. Anondan keyin bu yerda masalan planni chiqardi. Lekin balkim xil vaqt qadar o'zining shu plan qilgan ishlar qilolmasi mumkin. Shunami? Lekin hargiz ma'qul etmasi kerak. Hozir qadar planni shu darajada atrofli qilgan taqdirim bilan yana men kunda bor shu planni hammasi qila olmayman. Buni qilgancha jiq yaxshi. Burun masalan oran 20%, 30%, 40%, 50% qiladigan bo'lsam, hozir vaqasi xil yaxshi. 70-80%, 90% qilaman. Lekin 100% qilaman. Yana shu bo'yicha ham davomlashtirman. Adam bag'ansir asta yaxshi ketar ekan. Hatto bizning oshaqada o'quvchi bolalar bo'ldi, o'zim oshaq vaqtlarim bo'lgan meniki. Qarab boqsam bu ingliz uyini deb ilgirlagandek his qilmayman. Shu vaqt qanday qilish kerak? Tashvitam deganda. Tashvit qilmaydi. Davomlashtirish kerak. Qisqasi masalan shu chet chiqadigan bir ishto'g'liq mashina bo'ldi masalan meniki. Men aşağı badım berib man 2 yildan keyin aran oxiri Yevropaga chiqdim shunday. Ana Yevropadan Amerikaga bordim. 3 yil ketdi demak shunday menga. Demak, chiqishda ingliz uchun shunday ekan. Bir bola har qancha bir masalan xato usullar yurayotgan bo'lsin bog'i, shu bolaga davomlashtirasizlar. Ya 1 yil, ya 2 yil, ya 3 yil, ya 4 yil, ya 5, 6 yil degansizmi? 6 yildan keyin u bola cho'qim o'rganib chiqadi inglizcha. Demak, ash nurg'unligan bolaning orasida shu bolaning osondagi shu futqazonga odamlar birisi bo'lganda shu me'yoriy gap aloqa davomlashtirish ham bu narsa bak muhim ekan. Ana Amerikada ham bir gap bor, 80% of success is just show up debchi. Ma'nosi nima desa, bir futqazonishga 80% amaliyotda shu ishni qilganlik bilan keldi. Demak, shu ishni masalan demak davomlashtirsangiz ham qiysoqlar masalan shu keladi demak. Shu menimcha ijro qilish jihatda mush eng muhim masala deb o'ylayman. Qudratsiz 2001-yil 8-oyda uyingizdan ayrilib Shanxayga qarab qolmadingiz. Shundan bilan shu uyingizdan ayrilgan petim Shanxayda Beyjonda nurg'un tirishchiliklarni ko'rsatib, Gollandiyaga berib, eng oxirida o'zingizning tirishchiliklarga qaysar irodangiz bilan Harvard universitetiga o'tdingiz. Demak, 10 yil jarayonida siz izlanish, o'rganish ichida o'tdingiz degan gap. Oxirida Harvard universitetini bitagan birdan-bir to'liq kurs bitirib chiqqan yashab qoldingiz. Endi mushu jarayonlarda siz erishganlaringizni ichida eng muhim deb qarag'anlaringiz qaysi? Buningda masalan ko'p odamlar balki o'ylashi mumkin, mendami so'ragan. Ko'p odamlar o'ylaydiki, endi bu Harvard maktabida o'qigandan keyin albatta masalan bu yerda oldin o'ta maktabda o'qib, kasb jihatdan nihoyat masalan shu yaxshi professorlar agishib chiqmaslar uyanda. Andan keyin bilimlari yaxshi kengaydi deb o'ylaydi. Andan keyin u yerga nurg'ulgan masalan shu dunyoning amirni bo'lgan oldin qator o'quvchi bolalar bilan munosabatlar kengayib oldi. Shuldim nurg'ulanish uyini deb o'ylaydi. Hamda to'g'ri, mush narsani uygandim. Nihoyat bunda men shunday xush bo'ldim hamda. Amaliyotda meni mush daryoda uygangan agar eng qimmatli narsa desam menimcha birinchisi bir dunyo bo'lgan tushunish bo'ldi. Ko'z ichilib dunyoni bir qayta tushundimda. Dunyoni tushungan vaqtimizda anoniki o'zimni o'rni, meni o'rnim nima dunyodagi. Anoniki bu hayotdagi masalan mening maqsad nima? Dunyoda nima ish qilmoqchi? Shunami? Degandek mush narsalar oydinlashdi. Demak, men uchun eng xush bo'lganim mana mush narsa. Qarasak 10 yillik jarayonimiz o'rganish ichida o'tibdi. Men bu jarayonlarda albatta sizni yosh bo'lgandan keyin bu son so'rasak ortiq ketmasam qarayman. Bu jarayonlar muvaffaqiyat vaqtdan chiqmagan o'xshamamdi. Men bunday bo'ldim. Qisqa masalan men shu Amerikaga borgan vaqtimda 2004-yili shu joyda masalan mening yoshim 22 yosh. Keyin Harvard kirdim, o'qishni olib ketdik. Unda bo'lgandan keyin albatta men bu o'g'il bo'lgandan keyin dadam masalan shu mening shunday bir yoshlarim to'y qilib ekan. Sen meni hozir ishim kecha dadam yoshga bolalarga dans qilib ekanda. Lekin aniq ma'batni deganda birinchisi Harvard borgan qadar shunday bir cho'ng besimda
yashaydi ekanmiz. Undan boshqa masalan u xalq berib qo'ygandan keyin shunday bir cho'ng besimlar bilan o'qishni aldirishib ketdi hamda. Onda bo'lgandan keyin anaqa vaqtchatdan birsi chekinib qoldi ekanmiz. Boshqa bir narsa o'ylashga. Ikkinchisi, aslan bu Amerikada Uyg'urlar oz. Men turayotgan shaharda hamda Uyg'urlar soni hamda tag'in ozda bu yerda. 30-40 takdan Uyg'urlar bor bu yerda. Ondan keyin men shu yerdagi shu Uyg'urlar orasida shu vaqtda yesh eng kichikman. Ondan keyin bu yerda bizdek bo'ytaq bolalar desak ham yo'q hisoblanadi. Anda bo'lgandan keyin bu yerda asosiyatdan fursat yo'q hisobda ekanda. Albatta shu jarayonda masalan men tirishib vaqtim deyapti. Mumkin bo'lsa masalan shu turmush uchun bir o'ng'ishib olgan bo'lsam deb o'ylashdim. Uydagilarim dedim. Uydagilarim masalan har xil fikr maslahatlarni berdi. Uydagilarim tirish vaqti ba'zan chog'da bo'lsa balam o'qishini o'qi degan vaqtim bo'ldi. Lekin shu deganda ekan-da u biroz ters bo'ldi ekan-da. Men o'zim u yerda bo'lgandan keyin, u yerdan degandek andan masalan bir fursat bo'lmagandan keyin, shuni o'ylabimda bo'pti. Keyin Xudoyim buyursa o'zim o'qishimni kuzgandan keyin o'zim yutib qaysam shu chog'da bilsa bo'lar. Boshdan o'yladim, bulutib tutkizdim. Bo'lgandan keyin o'zimning bir savoqdashim bir shirkatni qurganmiz. Shu ishni oldishib ketdik. Andan keyin bu doim shu bir o'zimiz yasagan bir mahsulot bir to'lbatamda. Shuni to'g'ri chiqishdan burun bir fursat bo'lib qoldi bu yer meniki. Yutib qaytib kelish. Ota-onam bilan bir ko'rishishga, bu mishani bir taraqqiyotni, o'zgarishni bir ko'rib, andan keyin mumkin bo'lsa o'zimningki turmushni bir o'ngshab degandek. Mana o'yladim, Xudoyim buyursa Potiqinda u ishlarni o'ngshab olaman. Biz bizim bir shu to'ylar qatnashsak, albatta biz yo'qolsa to'yda. Xudoyim buyursa. Qudrat boysiz xarob o'tganingizni ota-onangizga aytib tepirgan vaqtingizni deb bergan vaqtda opamlar yig'lab ketgan chog'da ko'zingizga yashab ketdingiz, o'zingizni nice tutib oldingiz endi. Balkim shu chog'da Qudrat o'zim yig'lab tashlagan bo'lishi mumkin deb o'ylab qoldim. Shundan boshqa chog'larda siz o'ni jarayonda jafo mushaqqat kunlar beshingizni o'tkazgan chog'da ko'zingizga yosh chiqqan vaqtingiz bo'lib baqdim. Ko'zimda yosh chiqqan vaqt yo'q. Chiqib bakmagan. Yig'lab baqdim. Yo'q, qattiq chiqib bakmagan. Lekin yig'lig'im kelgan vaqtlar jiq. Lekin bu endi o'g'ilgan chiqib yosh chiqmaydigan. Sizning eng xushal bo'lgan vaqtingiz shu Xorvatga o'tganingizni bilgan vaqtingizmi? Mana o'zim bilmasam emas, qadamma-qadam bir vaqtlarda bu. Qadam-qadam. Birinchisi bo'lsa men o'shanaqa Beijingga berib Shinxonga maktab topgan vaqtim. Shu yerdan bir umid kunida bu yerda. Mushu bolaga o'xshash men tirishsam bir amal bo'ldi o'xshaydi. Shu bir vaqt. Aynan ekan men 2003-yil 9-birinchi shu Gollandiyaning elchixonasidan Beijingdagi shu konsulxonada shu yerni viza olgan kuni. Aynan ekan 2004-yilda Gollandiyaga turib men Amerikaga viza olgan vaqtida qo'shilib ketdim. Aynan ekan Amerikaga berib olib shuni bilan haliqman degandek shu Beijingga kirish orqali Xorvatningki chaqiriqni shu xetini ko'rgan vaqtimda shu bo'ldi. Undan keyin bo'lsa, yana bir masalan eng xushal bo'lgan vaqtim bo'lsa, menimcha o'zimman demak masalan bu qisqa qilib desam, bu xalq o'qish jarayonida bir qism bolalar balkim qiziqishi mumkin, qanday bo'lib bu meni o'qishim masalan 5 yil cho'zilib ketadi-ku. Bu Amerika universitetlarida bulut masalan xalq maktablarcha ko'pincha bolalarni o'qiyotgan jarayonda bo'lsa, ya 20 yil, 1 yil, 2 yil, 3 yil o'zinglar darsdan yenib chiqib bir mazgil aramilanglar yoki bir mazgil masalan o'zinglar bir yagirib masalan o'zinglar jinon baqalar bir xizmatdan bir tep falan undan keyin o'ylaninglar bir narsalarni dunyoni bir tushuninglar yoki dunyoni bir aylanib kelinglar deydigan ashna bir talab fikrini beradi hamda nima ish qiladi desa mana bir gapni qildi bizga deydi mush hayot kelgan qadar sizlar hayotingda ko'p bunday bir o'ylanish yoki o'zinglar cho'ng bir qarorni chiqarish degandek bunday bir ishni siz ancha qilib boqmagan deydi bundan keyin o'ylanma salomlayamda. Endi o'yindan do'qmish kelib qoldim sizlar. Bunga qaysi kasbda nima ish qilaman? Bu hayotim nima ish qilmoqchilar bundan keyin? deb o'ylashing kerak. Qaysi sohada, qaysi bir yerga, qaysi bir xalqqa to'p qo'shiman? O'ylama salomlaydi. Shuna buni o'ylash uchun dunyoni tushunma salomlaydi. Chunki bu narsani tushunish uchun, buni o'ylash uchun vaqt ketadi. Demak, masalan maktabdan bir mazga yenib chiqib, mushuna bir ishni qilinglar. Xavotimda kunni shu darsga kirib, qolgan bolalar bir qapilishib, qanaqa qilib yuqundiman deb musobaqa qilib berdi. Qilayotgan bo'lsanglar, sen o'zing to'xtab olib, bir mashina, bir yangi tortib, mushuni o'ynanglar deb shunday bir talab fikr berdi-ku. Anda bo'lgandan keyin shunlar oz deganda bir 30-40% bolalar 1 yil yoki 2 yil deganda ozgina bir mavsum maktabdan chiqib, abetni degandek shu yo masalan qarag'anchilik qiziqgan bola deb qarag'anchilik bir ishni qilib qo'yib, siyosat qiziqgan bola qolsa o'z ishini qilib qo'yadi. yoki masalan bir tadqiqot qiziqqanlar shu ishni qilib boqadi. Buniki falon davlat ishlagan bo'lsa, o'ylagan bo'lib qolsa, shu davlat berib 20 yil 1 yil turib keladi. Demak, ko'pincha mana shunday bir ishni qiladi-da. Men shu chog'da ondan keyin o'zim savoqdoshlarim bilan bir shirkatimiz qurib shu chog'da
mush IT sohasida bir ishni qilib baqala deb 2004-yilda men bir ishni bir yil burun Facebookda bir shirkatni Amerikadagi shuni bir yil burun pul qurib qazanib ketgan. Burun qilqiman degan tafakkur ideyalar qarab boqsam mana ishni qilibdi. Mush qanday bir ishki men ko'rib baqachi, men qiladigan ishmi qanday deganda o'ylab baqsam, qarab baqsam, menimcha tirishib baqsaq bo'ladigan ishda ko'rinmoqchi endi. Shuni qilib baqala, tirishib baqala. Bo'lmasa bizga nurg'un o'rganib olganmiz degan ideya bilan shu sog'tashim bir shirkatni qurib biz shundan Kaliforniyaga ketdik. Shu yerdan bir mazgil shu ishni aldirash oldik. Demak, oshna olib, demak, Arliqda. Ya'ni men o'qishim suzilib 5 yil bo'ldi. Lekin hamda shu jarayonda mening eng xush bo'lganim birisi albatta masalan shu korxonada shu ishlarni qilish orqali nurg'un narsa o'rganib oldim hamda. Lekin eng xush bo'lganim shu jarayonda men nurg'un materialni kurashga bo'lib men o'zim bir tabiban o'qigan boshqa ijtimoiy panjatiki bilimlar kampda masalan bo'lib tarix jatimisak men ko'p tarixni o'qimagan. Shu vaqtda meniki masalan bir tarix kitoblarni o'qishga, falsafa to'g'riliq kitoblarni o'qishga fursat bo'ldi-da. Shu o'qish orqali qanday ekan dunyo bo'lgan ko'z qarash, qisqa Amerika bo'lgan tushuncha masalan aylanmoqda. Demak, shu vaqtlarim bo'ldi masalan hatto necha kunlab, necha haftalab masalan to'xtamay bir necha savolni o'ylagan vaqtlarim bo'ldi meniki. Kunda qalbim kirib oldi-da. Buniki men zaten nima ish qilaman. Men shuni o'ylagandan keyin anoniki o'zimga oxirida chiqqan javob. Men buniki mush kasbda, iqtisod, mushtaraf yaxshi o'rganib, men berilgan fursatni qadrlab, yaxshi o'rganib, anoniki o'zimning vujudimda tirishib, birisi iqtisod, mushtayda, yana birisi ma'rif jihatda, qo'limdan kelishicha bir to'klarni qo'shsam, shu orqali mush hayotimda meniki majburiyatni ado qilsam. Shuni o'yladim. O'ylab boqqandiga qarab boqsam bu yerda nima ish qilaman? Bizning masalan shu vujudimizga nima narsa muhtoj deb qarab boqsak bu yerda. Eng oddiy narsa o'ylasak, cho'ng narsa o'ylamaymiz. Bir odamning oddiy masalan moddiy ma'naviy jihatga masalan ehtiyoj bo'ldi ekan. Moddiy jihatni desak masalan shu yeydigan tomoqdan, kiydigan kiyim, turadigan yotoq degandek bu narsalarni o'ylasak, bu eng oddiy narsalar mush ekanda. Bu narsa meniki pul orqali keldi. Pul xizmat orqali. Xizmat hozir ahvolda qarab boqsak bizga ham mush xizmat jihatdan hamda ishsizlar ahvol yaxshilashtiramiz desak, nurg'un korxonalarimiz. Men shuni o'ylab unda men bu iqtisod mush doirasida qo'limdan kelishicha agar men o'zim masalan bir korxona qura olsam, ana undagi eglik tiklay olsam, ana uni shu orqali bo'lsa qolgan korxonalarga yordam bera olsam, albatta men ham shu narsani o'yladim, lekin qanchalik qila olishimni bilmayman-da. Lekin men ko'mishga tirish baqay, qanchalik qila olsam, men shuni emas tirishayotganlar bo'lsam, men shuni qo'sham deb o'yladim. Bu demak men degan moddiy jihatni degandek. Yana bilsam-da, ma'naviy jihatni deb o'ylagan vaqtimizda, u bo'lsa ma'naviy vaqtimizda masalan bir ideya jihatni olib aytman degandek, bir o'quvchi bolalarni yoki korxonchilarni qanday o'ynash, qanday plan qilish bu nihoyatliq bir cho'ng'ilgan ekan bu. Shunga agar mumkin bo'lsa nurg'ulg'an o'quvchi bolalarga agar o'zimning tajribamni so'zlab bera olsam, shunami? Men yurgan shu agar to'qan yo'llardan balkim. Men 3 yilda manga balki 1 yilda manga mumkin shunami? Demak, men shu narsani o'ylab, qo'limdan kelsa agar men shu ma'naviy jihatdan bo'lsa, shularni bir xil madad bersam, mujiyatni mutlaqo qo'sha olasan deb o'yladim. Balkim siz boya telefonda opangizga Xarot universitetiga o'taliganligingiz degan vaqtingizda opangiz telefonni qo'ydi. Yig'ilgan vaqtni olganda nurg'un onlar opangiz bilan tanqo'shib yig'ilgan bo'lishi mumkin. Dadangiz sizga rahmat o'g'lim degan chog'da nurg'ulg'an otlarimiz sizga rahmat deb ko'nglida sizga rahmat aytgan bo'lishi mumkin. Bizning programmamiz orqali sizning qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga degan haqiqatni o'zingizning amaliyatingiz, tajribalaringiz, tirishchiliginiz orqali yo'ritib berib, nurg'ulg'an yashashga ulgu bo'lganligingizga, bizning nurg'un yashirimizga, sizning jafoliq 10 yilingiz orqali yangidan bir yo'l ichib berish imkoniyatiga ega qilganligingizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Oxirida Abdukin Ma'lum Qudrat qimmatli vaqtdan chiqarib programmamizga qatnashganlarga rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Rahmat. Abdukin Ma'lum, odatda biz programmaning qiziq ximiyalik telefon nomerini e'lon qildik. Bugun ansirab qolganim bu nomerni e'lon qilsak hamda ko'pliga radio anglag'uchilarimiz Qudrat bilan aloqa qilishni talab qilib bizning bu telefon nomerimizni bek aldirash qo'ytanki deb o'ylab qoldim. Shundaqdimi? Radio anglag'uchilarni taqozo qilmay men nomerni e'lon qildim. Bizning qiziq ximiyalik telefon nomerimiz 186 99 13 19 09. 186 99 13 19 09. Navada Qudratning bayonlarini qayta anglab, o'zingizda qaytadan iroda, jasorat tikmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, 3w.uycnr.com to'g'ri kirib, qolgan vaqtda programmamizni qayta anglasanglar bo'ladi. Hurmatli radio anglag'uchilar, bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning muharriri Mehrgul Mahad, mas'ul muharrir Fatigul Muhammad, baş nazoratchi Gulbahor G'upur. Endi ixtimo stansiyamizning anglitilishi olib turgan boshqa programmalarda bo'lsin.